Mana bugun umrimizni yana bir kunini eson-omon boshladik. Ushbu videoni kimdir maktabda, kimdir esa endi uyqudan turib ko'rmoqda, kimdir esa musofirchilikda ishga ketayotib yoki-da ish vaqtida hammasidan zaybal bo'lib Instaga kirib ko'rmoqda. Kelinglar bir o'tmishga sho'ng'iymiz. Esinglardami? Birinchi publikni skachat qilganimiz. Kimdir G2 Ice, kimdir esa Huawei va legendarniy Poco'ga ushbu o'yinni o'rnatganmiz. Hammani bir boy o'rtog'i bo'ladi. U esa iPhone 5 yoki iPhone 6 da o'ynardi va u donator bo'lardi, chunki unda ERP bo'lardi. Ha, azizlar, juda zo'r vaqtlar bo'lgan. Bitta kill bilan top 1 olsak ham xursand bo'lardik. Hozir o'sha kayfni menimcha 50 ta kill ham bera olmasa kerak. Open case qilmasdik. Yangi narsa kelsa ochib emas, ichidagi skinni ko'rib kayf ko'rardik. Hozir ancha yutsi solishga aqlimiz yetadi-yu, lekin uydagilarimiz o'sha pulni kutib o'tirmoqda. Kimni esida birinchi druziyaga qo'shgan qiz, Adashmasam menda Kapriska degan qiz edi. Singilcham edi, odobli va yaxshi qiz edi. Bilmadim, balki u yerga tegib ketgan bo'lsa kerak. Sizda kim bo'lgan birinchi druziyaga qo'shgan qizingiz? Bitta kommentga yozib keting. Vaqt o'tib bormoqda. Yonimizdagilar esa o'z bekatlarida bizning hayotimizdan tushib qolmoqda va biz yangi insonlar bilan karyeramizni davom etmoqdamiz. Kimdir bu gaplar bilan o'tmishini eslab siqilib qo'ygan bo'lsa, uzr. Jonlaring sog' bo'lsin. Maksimal aktiv bo'lib tursanglar bas. Bundan ham zo'r kontentlar chiqarishga va'da beraman.